yaylovlarda yetishtirgan mahsulot hozirgi kunda o'sha yashillik davrida to'g'ri arzonlashishi mumkin, lekin qishki davrga kelganda o'sha yashillikdan quritilgan mahsulotga aralashtiradigan kepak bor, kunjara bor, shunga o'xshagan mahsulotlar bor va go'sht, sut mahsulotlarining tannarxiga ta'sir qiluvchi bu omil. Mana biz chet eldan go'shtni olib kiryapmiz. Import qilgan holatda bizdagi go'sht bilan narxi bir xil bo'lib qolyapti. Shunga chet eldagi amaliyot bilan bizdagi amaliyotni taqqoslab ko'rilganmi? Nima sababdan biz import qilyapgan go'sht narxi bilan go'sht narximiz bir xil? Oziqa masalasi katta muammo. Bizda eng hozir birinchi e'tibor beradiganimiz yaylovlarimiz ham, o'zi yaylovlarimiz ham degradatsiya bo'lib ketgan. Bu bor. Ikkinchidan siz to'g'ri aytyapsiz, o'sha kepak yoki shulg'a masalalari bu ham juda og'ir masalalar. Bu ham o'sha narxga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Nima uchun qimmat? Shu oziqa yo'qligi uchun, ikkinchidan shunga sharoit yaratilmaganligi uchun yillar davomida mana aytaylik shu oddiy jo'xori ham ekmay qo'yganimiz rost. Hozir men sizlarga aytaman, o'tgan yili 217 ming gektar takroriy jo'xori ekdik. Nima uchun jo'xori ekdik? Silos qilib olib qo'ysa bo'ladi. Siz aytgan qishga, yomon kunlarga silos qilib olib qo'ysa bo'ladi. Siz aytgan narsa ta'sir qiladi. Buning uchun albatta qarab o'tirganimiz yo'q. Biz juda katta miqdorda soya shirotlarini importini o'ylaymiz. Sababi bor. Bizda soya bo'lmaydi. Suvimiz yo'q unga, suv boshqasi, hammasi. Shu nuqtai nazardanki, bizda yetishtirgandan ko'ra qayerdadir yetishtirib, suvni tekinga olib kelganimiz ma'qul. Bu ma'noda mana soyaviy shirotlar bo'yicha juda ham katta kelishuvlarimiz bor. Olib kelayapmiz. Bu yem nuqtai nazaridan parandaga, boshqaga. Qolaversa mana paxtachilikda juda ham katta marralarni olganmiz. Sheluxa paxtadagi chigitdan chiqadigan. Bu hozir mana 4 million tonna paxta qilgan bo'lsak, anchagina bu ham oziqa bazamizga bo'ldi. 4,5 million tonna marramiz, bu yana ko'payadi.